chiroyidan qamashadi ko'zlarim. Oy cho'milar, suvlaridir obizam, ash'or bo'lib to'kiladi so'zlarim. Qadriyatlar beshigi sarishtadek nuroniylar bir davlat. Bobo meros choyxonada zo'r suhbat. Ochkilik odam Til ojiz faqat. Qadriyatlar beshigi Ezgun ishga bel bog'lagan ellikda. Sog' o'g'lonlar har yumushda jam-jam. Bu go'shalar qaysi shaharlardan kam. Qadriyatlar beshigi mahallam. Bobo xalqimizni g'ayrati ota hunarmandin mahobati sirg'uzar. Shu vatanga mahriyodir ming bashar. Qadriyatlar beshigidur dafn qildik. Bugun ehtiyot chora sababli himmati baland bo'lgan saxovatli insonlar har joyda bor. Ayting, bundayin yurt qayda bo'lgan. Qadriyatlar beshigidur mahallam. qancha bir ayvonlar qilindi, rovxonalar qilindi, atrof 6 gektar joy devor qilib o'ralindi. Hammasini himmat, g'ayrat, xayri saxovat bilan bo'ladi. Qolaversa hammamizdan bir kun borib qo'nim topadigan maskan. Ana shu yangi maskanga dafn boshlashdan oldin mana bu eski qabristonimizda dafn qilishlikni to'xtatishdan oldin mana hammamiz uchun e'tiborga molik bo'lgan siz aziz xalqimizni bir duolaringizni olaylik deb ulug'larimiz bu yerda mana nuroniylarimiz boshlig'i Asqar nomus qilgan xabarlarni shu yerda qolaversa mana bobomiz shu yerdalar. sal uzoqroq qo'yinglar. Xalqimizning issiq sovug'iga bor bo'lgan ustozlar, xabarlar, imomlarimiz, siz himmati baland, g'ayrati, shijoatli, or nomusli xalqimiz bugun mana bu yerda jamlanib turibmiz. Mana shu munosabat bilan tumanimizning bosh imom xatibları Abdug'anixon domlalarimiz ham kelganlar, janoza ham bo'lgan. Shundan oldin inshaalloh ikki og'iz bu kishini munosabatlardan bahramand bo'lib bir tilovat Qur'on qilinadi. Mana qorilarimiz xatmonalar degan duolarni inshaalloh bor ishlarimizni davom etamiz. Hurmat bilan mana qorakamni beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم محترم عزيز zero ana shunga tadbir ana shunday tadbir oldidan ana shu tadbirni qilishlik bu chiroyli ish bo'lib turibdiki, Alloh subhanahu va taolo har bir mu'minni boradigan joyini go'zal aylasin. Zero bugun zohiriy tarzda bu joylarni go'zal qilishlik zohiriy tarzda amaliyoti qilinib turibdi. Bu tashabbuskorlarimizdan, rizbolarimiz, yon atroflarda bel bog'lagan nuroniylarimizdan, homiylar, hamma bu xalqdan Allohning o'zi rozi bo'lib, bularni o'tganlarini va mana bu joylarda qo'nim topgan o'tgan ajdod, jaddodlarimizni oxiratlarini obod aylasin. Zero bugun bir shunaqa tadbir bo'lib turibdiki, qabr uchun tadbir bu. Aslida qabrga borishlikdan oldin tadbir bo'ladi. Tadbirning zohiriysi bu hozir o'sha joylarni obod qilish bo'lsa, botiniysi shu joyga borishlikka hozirlik ko'rishlik bo'ladi. Bu solih amal bilan bo'ladi. Zero qabr xayrun min manazilid dunya. Bu dunyodagi eng yaxshi manzil deganlar Rasululloh alayhisalom. Bu dunyoning manzillari ichida eng yaxshisi qabrdir. Va avvalun min manazilil axir.
oxirat manzilining avvalgisidir. Nega bu dunyoda manzilini eng yaxshisi qabr? Nega? Chunki Alloh subhanahu va taolo mu'min bandasiga o'ta mehribon zot. Hatto bandani o'zidan ham mehribon zot. Mehribonligi shundayki, sizni bizni shuncha gunohimiz bor. Har kun birovni orqasidan gapirib qo'yamiz. Birovni g'iybat qilib qo'yamiz yoki birovni haqqini yeb qo'yayotgan joyimiz bor. Birovni obro'ini to'kib qo'yayotgan joyimiz bor. Birov bildirmasdan qancha gunoh qilib qo'yamiz, ammo Alloh subhanahu va taoloning mehribonligi shundaki, bizni Alloh taolo sharmanda qilmayapti. Shu gunohlarimizni yopyapti. Tiriklik chog'imizda. Endiki qarangki, Alloh subhanahu va taolo mehribonligi mana qo'limizdan ko'p narsa ketib turgan paytda Alloh taolo o'zi mehribonlik qilib, oshkora qilmasdan rahim qilib turibdimi? Endi u qabrga kirgandan so'ngchi, albatta u hech narsa qo'lidan kelmaydigan chog'ida ham mehribonligi Alloh to'xtab qolmaydi. Rahim qiladi, o'z rahmatiga oladi. Ana o'sha uchun biz nima deymiz? O'tganlarimizni marhum deymiz. Allohning rahmatiga sazovor bo'lgan deymiz. Alloh subhanahu va taolo mu'minlar uchun go'zal joylarni hozirlab qo'ygan. Biz qabrni zohiran ko'ramiz va undan qo'rqamiz, undan qochamiz, unga borishni istamaymiz. Ammo aslini ko'rganimizda edi. Asli unda nima borligini bilganimizda edi, biz hargiz undan qochmasdik va unga intilardik. Nega? Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning hadislarida bor. Mu'min uchun shunday go'zal joy hozirlab qo'yiladiki, mu'minning ruhi uni ko'radi va qaniydi men tezroq manzilimga olib borib qo'ysaydi. Shuning uchun Rasul alayhissalom o'tganlaringizni tezroq dafn qilinglar, dafn qilishga shoshilinglar degan. Chunki mu'min uchun go'zal joy hozirlab qo'yiladi. Xuddi biz hozir onaning qornida turgan chaqaloqqa o'xshaymiz. Onaning qornida turgan chaqaloq to tug'ilguncha mana bu dunyoni, yorug' dunyoni o'lim deb o'ylaydi. Undan keyin hayot yo'q deb o'ylaydi. Ammo bu hayotga tor dunyodan ko'chib o'tgandan so'ng bu dunyoga to'ymaydi. Xuddi shunday biz ham bunga to'ymaymiz. Bu oxiratga ko'chib o'tishligini go'yo u yog'ini bilmaganimiz kabi undan qochamiz. Aslida mu'min uchun juda ham yaxshiliklar hozirlab qo'yilgan. Aslida bu dunyo Alloh uchun bir pashshaning qanotichalik ham arzimas narsadir deydi salaf solihlar. Bu dunyo Allohning nazdida, Allohning e'tiborida bir pashshaning ham qanotichalik emas. Agar e'tibor shunchalik e'tiborli bo'lganida edi, mu'minga ham kofirga ham uni ko'paytirib bermagan bo'lardi. G'ayridinga ham uni bermagan bo'lardi. Chunki e'tibori yo'q. Ammo oxiratda faqatgina jannatni mu'minlarga hozirlab qo'ygan Alloh taolo. Ana u jannat Allohning nazdida e'tiborli narsa bo'lgani uchun mu'minlarga beriladi. Mu'min uchun juda katta inomlar bor inshaalloh. Bugun zohiriy bir inomini tadbirida hozir bo'lib turgan ekanmiz. Tashabbuskorlarga Alloh o'zi rozi bo'lsin. Bu dafn qilingan bu joylarda yotgan o'tganlarimizga Allohning o'zi rahmatiga qamrab olsin. Rahmat dengiziga bo'k tursin Alloh taolo. Va mana bu nuroniylarimizni umrlarini ziyoda aylasin. Ko'rki birodarlarimizni kasb-kor umr jonlariga barakot ato aylasin. Zero mana shu tadbir ustida bugun tilovati Qur'on qilib, o'tganlarimiz haqlariga duo qilishlik bilan birga tashabbuskor birodarlarimizning ham haqlariga duo qilishlik uchun hozir bo'lib turgan ekanmiz. Alloh bugunga qilayotgan ihsonlarni husnul maqbul aylasin. Hammalarimizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozir biz tilovat Qur'on, keyin duo qilamiz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. Parvardigor olam fazilatli soatlardan sohib ehson Abdurauf akam va ruhatli Qur'on ehson ziyofat dasturxonlarini yozuvchilar ma'naviy ehsonlarni qabul etgan. Abdug'ani domlamiz chiroyli bizni dunyo va uxroyimizga manfaatli suhbatlar qilib berdilar. Bu mavizai hasanalarni qabul etgan. Ayni paytga o'qilgan tilovat Qur'on. Mana hozirgina bitta qischamiz mahalladan 30 pora Qur'oni Karimni kecha boshlab ertaga qabriston ochilar ekan. Shunga o'tganlarimizga bir tilovat bo'lsin deb xatmi kutub qilib berdiganlar o'qilgan xatmi kutubni savoblarini siz aziz qavmlarimiz mana shu yangi qabriston uchun juda katta himmat, g'ayrat, shijoat qildinglar. 6 gektar joyda o'rab, bu yerda shifolar qilinib, hamma sharoitlar muhayyo, 400 metr joyda asfalt qilib, zina qoyalar qilib, tahoratxona, namozxonalar qilinib, o'sha joyda juda ham ulkan tilovat qilinadigan ayvonlar, kursilar qilindi. Ana shunga himmat qilganlarimizni, o'tganlarini, o'zlarini bog'larini, mulklarini, vatanlarini qabriston uchun berganlarimizni, o'tganlarini Salimboy tog'a hujjatlarni kadastr qonuniy hujjatlarni qilib berdilar. O'zlari umrlari uzoq bo'lsin, anjonlarni Alloh salomat qilsin, ularni o'tganlarini. Va u yerda qancha hasharchilar chiqdi. Xizmatga ustalar bor bo'ldi. Mana shu kishi bilan tinilinmadi. Hamma xizmatda bor bo'lganlarimizni Allohim o'tgan ota-ona, jaddod, ajdod, piru ustozlaringizni ruhlariga yetkazib, qabrlarini nurlarga to'ldirsin. Urgutning eng qadimiy azaliy qabristoni to'pxona bu. Mana bu eski to'pxonada yotgan
diniy olimlar, ulamolar, tabarruk eshonbolar, qoriylar, fozillar, umaroy hukamolar yotibdilar. Barcha o'tganlarni va bu qabristonga yotganlarni Alloh rahmatiga olib, oxiratlarini obod qilsin. Bugun mana shu xayrli tadbirga tashrif etgan imom xatibimiz, bu yerda mana Qudusxon Asqarov hokim bobomizni o'zlari kelishlari kerakligini kecha aytdik. Bu kishi mana shu butun hukumat rahbarlarimizning nomlaridan kelib ishtirok etyaptilar. Bu azizlarimizni va siz xalqimizni Alloh ikki dunyo saodatiga musharraf aylasin. Bugundan boshlab mana bu qabristonimiz endi yopilyapti. Mabodo otam, onam shu yerda, mana shu yerda qo'yishim kerak demanglar. Chunki bu yerda yana necha yildan keyin yangi qabriston bo'lishligi uchun bu yerda to'xtatish kerak bo'ladi. Oraliqqa qo'yiladigan bo'lsa yana bu ishlarimizga mushayyish beradi. Shuning uchun o'sha yangi qabristonga hamma sharoitlar qilingan. Bugundan boshlab o'sha yerda dafn marosimlari o'tkaziladi. Mana shunga rahnamolik qilgan mana Ma'ruf akam, Muhiddin akam, Ulug'bek akam chiqishi bilan tinmadilar. Azim hoji, Murod akam rais bor, Bo'slikli mahalla raislari, nuroniylari, Kulolli mahallasi, Qumzor, hammalaringga katta rahmat. Ilohim ishlaringni rivojini bersin. O'zimiz kelib qo'nim topadigan, o'tganlarimiz qo'nim topadigan bu maskanga bo'lgan e'tiborlaringni, haqqi hurmati Alloh dunyo va oxiratda aziz qilsin. Mana bu mamlakatimizning 35 yilligini mustaqilligini oldida bo'lyapti. Bu hammalaringga muborak bo'lsin. Bi rahmatika ya Rahman. Ma'ruf aka, ovoz oshpazmi? Ha, ovoz oshpaz. Ovoz nomer 1. Shaqqami? Hadi, ana shu kishi. Nomeri 1mi buni? Hormasinlar, ovoz oshpaz. Assalomu alaykum. Ha, charchamoqdimi? Yaxshi. Nomeri 1 sizmi? Yo, nomer 1 Akmal. Akmal. Yaxshi, shogird ham shaqqasi. Qo'y go'shti, qo'y yog'i shumi? Ha, yashasın. Shogird ham olib kelgansiz? Ha, o'tdi. Qandoq? Afoshmi? Ay yashasın, qandoq? Belli boraman. Siz odamlar endi bitta urib chiqaydik bugun. Janoza. Charchama avaz qo'yib. Hozir. O'tdi boraman, go'sht. Osh bo'lsin. Qo'lim qo'ymoqdimi? Issiq. O'ta issiq. Mana qo'yaman. Bormi? O'g'lim. Ha. Ay yashasın. Ha, doktor. Qandoq? Ay yashasın. Mulla olinglar qani? Hoş bo'lsin. Nechta avajol? Kelaversin. To'xtatma. Yana ekdi. Harakat toping. Ay yashasın. Jo'ng yaxshimisiz? Assalomu. Charchash yo'qmi? Harakat toping. Yaxshi ko'radi-da bu. Olavering. Eqqami? Keski. Ay yashasın. Qandoq? Rahmat qo'y. Aha,
Assalomu alaykum. Baraka toping mana. Kelayotgan joyimizda jarayon mana. Ha. Olaveringlar, aytasizlar. Ergul, yoqqa o'tib ketsan-ku. Yo'q yoqqa. O'sha qoldi, mana shu shunday o'ladi. Varon qanday? San qoluvding o'shanga qaytdi. Voy yaxshi. Mana bor. Ye, Baraka topinglar ana. Tamam.